Titanik yo'lovchilari kema aysbergga urilgandan keyin ham deyarli 2 soat davomida kemani tark etishni istamagan. Odamlar Titanik cho'kmaydi deb ishonishardi. Qutqaruv qayiqlari yarim bo'sh holda suzib ketdi. Faqat oxirgi yarim soatda odamlar vahimaga tushdi, lekin endi juda kech edi. Qutqaruv qayiqlari yetarli emas, yashiringani joy yo'q, qochgani joy yo'q. Bugun men sizlarga shuni aytgani keldimki, biz ham xuddi shunday ahvolga, shunday vaziyatga tushib qoldik. Bizning kemamiz allaqachon aysbergga urilib bo'lgan. Biz allaqachon cho'ka boshladik. O'zimiz buni sezmagan holda. Men shaxsiy erkinliklarimiz kemasi haqida gapiryapman. Shaxsiy erkinliklar butun dunyoda yemirilmoqda. Deyarli istisno.